Etajda yashasanglar, ekonomik qilasizlar desanglar, mana shu narsani tavsiya qilaman. Sababi, tepa etajda bilasizlar, suv kelishi juda og'irroq. O'shaning uchun ham to isib ilib olgunicha suvni oqizib qo'yasizlar-da, shu chaqillab ketaveradi, rasxodga tushib ketasizlar. Undan ko'ra tursa bir $100 turadimi, turmaydimi mana shular. Biz esa hozir bitta 4 xonali 3 qa srochniy sotilyapti, juda arzon narxlarda. Lokatsiyasi ham zo'r, narxi ham chotki, yana o'zi ham mana top-toza uy ko'rasizlar. Bu hozir balkonimiz bo'pti. Bu 2x6 bo'lgan, bo'lganlar. Mana ma'matimizda zal bo'pti, 5x5. Bu yoq o'zi ikkita xonaga yuradi. Sababi men balkon oldin tushirilgan zavodskiy proyekti bo'yicha dokumentida ham bu 4 xona hisoblanadi. Endi esa dal shu o'tiramiz. Ma'matimizda koridorimiz bo'pti. Koridordan dal shu o'tganimizda mana bu xonamizda detskiy xona bo'pti. Ko'rasizlar, приятный ranglardan foydalanilar ekan. Remontda ham endi dal shu o'tiramiz. Spalni xonasi. Spalni xonasiga nechi baho? Qaranglar, chiroylikkina. Ham yevro demaymiz-ku. No, kirib yashaydigan top-toza xonadonimiz. Bu yog'imizda mana sanuzil. Ko'rasizlarmi, zo'r yechim qilgan ekanlar. Bu kladovka bo'lgan holda dushovoy ham tiqib qo'ygan ekanlar. Mana bu yerda sanuzilda ham kimga qanaqasi ma'qul bo'ladigan bo'lsa. Mana bu yerda endi общий sanuzil. Xohlasangiz mana vanna ham bor ekan. Bu yoqda ham hojatxona chiqarilgan. Mana bu yerda mana aristo. Suv chiqishi sal qiyin bo'ladi-da bularda. Bu narsa ekonomik qilib beradi, ancha foyda ko'rasiz baribir. Bu yog'imiz oshxonamizda bo'lyapti, ko'rasizlar. Oshxona bu yoqqa chiqarganlar, peredelka qilib, o'shanda bu yoqdan ham bitta xona yutganlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'tiriladigan joy asosan oilaviy mana shu joy ekan bu yerda. Bu yog'imizda mana oshxona. Balkonni bo'lganlar deyapman. Nari yoq как бы kladovka bo'lsa, mana ma'matimiz oshxona. Tomi esa mana bunaqa yopilgan ekan. Ko'rasizlar? Suv o'tmaydi tomdan. Xullas, umumiy maydoni 93 kvadrat metrga tashkil qiluvchi 4 xonali xonadonimizning narxi $65,000 so'ralyapti. Yana joyida gaplashiladi. Manzilga keladigan bo'lsa, Sergeli 1 bo'ladi. Ya'ni Qipchoq metrosini hamma bilsa kerak. Shundan 300 metr narida. E'tibor uchun rahmat.